1 soatda 900 tonna. Xohlasangiz boshqa variantlari tokli, toksiz, benzinli, yog'iga qarab mana har xil variantlari bor. Assalomu alaykum Sardor O'zkan, hurmatli tomoshabinlar. Bu suv tomonlama. Tomchilab sug'oruvchi akalarimizga mana bunda glubinli, mana bunda holatda 220 lik deysizmi? Xohlasangiz mana yem chiqar. Chorvador akalarimiz sizlarning kunlaring keldi. Mana bu yerda mana Xitoydan ham vakuumda tortadigan, ham tortib ketadigan lentali variant. Bu yoqda soch apparatlari, drabilkalar, mana bu ventilyatorlar ayni mana issiq keldi, yoz kelyapti. Xudo xolasa, bu yog'iga mana shunaqangi ventilyatorlarga talab ko'p bo'ladi. Sabab ventilyator havoni almashtirish kerak, issiqlikni yo'qotish kerak. Ana shuning uchun va mana bunday pul topadigan har xil bizda texnikalar bor. Va bu albatta Kentaur do'konida. Ushbu do'konimiz qayerda? Farg'ona, Qo'qonda, bilasizlar, Qo'qonda yangi bozor bor. Shunga kirganda burchakdagi o'z do'kon, spes mashinaqangi do'konlar ichida o'zi ajralib turadi, chekkada turadi va bu yerda narxlari optim narxda bo'ladi. Shuning uchun sizlarga mana bu yerda har xil variantlarni ko'rsataman. Eng qizig'i, hammasini zapchasti bor va bularda o'zlarining servislari bor. Shuning uchun bularda mana dvijokdan tortib boshqa karcher deysizmi, bu yoqdagi har xil narsalar bor. Ularni ham bemalol so'rashingiz mumkin bo'ladi. Past raqamlari bo'ladi. Xohlasangiz keling, xohlasangiz uyingizda yotgan holatingizda bemalol telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday imkoniyatlardan foydalaning. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor kelishilgan holatda va kelinglar suvchi akalarimiz, dehqon akalarimiz va undan tashqari chorvador akalarimizni og'riqlariga yechim beraylik. Xudo xolasa eng zo'rlarini sizlarga tavsiya qilaylik. Narxlar bilan tanishamiz va ushbu videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosishni unutmaymiz. Mana bu narsani ko'radigan bo'lsangiz, xohlagan narsangiz o'rishi mumkin ekan. Mana bu endi gavdaga qarab kichkintoy. Oybekjon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar? Qadrli obunachilar, xo'p, zatkalarimizdan yetib keldilar, kelar. Xo'p, 1 metrlik so'ragan akalarimizga 1 metrlik 90 santlik shu pichoq 90 santlik bo'ladi. Narx-navosi 9 million so'mdan qilib beramiz. 1,5 metrlik so'ragan akalarimizga haqiqiy spes aytganmiz 1,5 metrlik. Narxlari $1450, motorlari 9 talik. Oybekjon, men qiziqdim. Bu nima-nimalar o'radi, aytingchi? Xo'p, aka, bunimiz paya o'rgani ham zonda bor Makkaga, mana tepada. Tepasi. Paya Luboy narsani uradi aka. Pikon farqi yo'q. Qizig'i yo'q, a? Qizig'i yo'q. Luboy narsani uradigan variantdan 120 lik emas, 1,5 metrlik eng kattasi. Ha, eng kattasi. 1,5 metrlik narxi. Bu yoqqimda yotqizib ham beradi. Yotqizdirib berib ketadi aka. Narxi shu $1450. Nimalari? Bor. Buni o'zi. Komplet bu. Ha, bu komplet. Balonlari ham maxsus ekan, shuning uchun. Buni u tomonga bu tomonga qilsa bo'ladimi yo faqat bir tarafga? 360 aylanadi. Ha, bu o'zi. Faqat bir tarafga otib beraveradi aka. Zo'r. Bir tarafga otib beraveradi. Rasxot aka 600 grammdan 1 litrgacha rasxot qiladi. Aha. Chotki, вообще maza qilib, vang'illatib ketaverar ekansiz. Xo'p, dastavkamiz bor, a? Dastavkamiz shu aytilgan pul ichida qilib beriladi aka. Zo'r. Ayrim narsalarda aytib o'tamiz, ular dastavkasi ichida emas, alohida bo'lib, shularni aytib ketamiz. Xo'p, demak, qiziqqanlarga akalar, hamma tushunishi uchun osonroq variantda biz dollarlarda aytib o'tib ketamiz yoki so'mlarda. Eplaymiz, xudo xolasa sizlarga tushunarli qilishga. Xo'p, davom etamiz Oybekjon. To'rbalonlik so'ragan akalarimizga aka buni skidkada qilib beramiz. Soni cheklanmagan, pul topaman degan akalarimizga soni juda ham ko'p aka. 25,5 million so'mdan qilib beramiz. Xo'p, buni baloni yoqda bo'ladi. Variantidan skoroslari o'sha 6 talik, panejniy повышение quyonchasi bor, radiatorli variantda. Rasxotlari 1 litr, komplektda freza pluylari bo'ladi aka. Narxi aka skidkada 25,5 million so'mdan. Chotki. Zo'r. Zo'rlar aka, 95 larimiz aka. Hop, 13,5 million so'mdan. 11,00larimiz 16,5 million so'mdan. Bizda yana qanaqalari bor? O'zi aslida. Bizda aka tepada hozir variantlarimiz bor, uni ko'rsatamiz. Tepada ham bor. Hop, hozir aslan aka jodu shu so'ragan akalarimizga jodu drabilka, sigir sog'aygan, granula hammasidan bor. Jodularimiz aka. Hop, 6 tishlilarimiz aka 2,150 ming so'mdan. Shu original. Qo'llar zo'r chiqaradi, u qo'llar. Aka, qo'lga mana lentaligimiz bor aka. 3,5 million so'mdan. Oldida yagi va pichog'i ham bor. Motorlari katta, shu lentasi bor. 3,5 million so'mdan. Buni razmeri 1,60 lik varianti. Bundan ham kattaroq so'ragan akalarimizga mana 1,70 ligi. 1,70 lik o'sha eng ajdar deydi, bir xilgilar akula deydi. Hammasidan aka zo'ri
170lik pichoqlarini ko'rishingiz Bu mumkin. nima uni tortib oladiganimi? Bu aka ikki xil variantda ishlaydi, ham don ham chiqaradi, xashak ham chiqaradi. Ha, bittani qani o'zida. Ha, bittani o'zida ham don ham xashak ham chiqaradi. Universal. Universal. Bunimiz narxi aka 6 million 500 ming so'm. Ha, vakuumi bor aka 6 million 800 ming so'm. Bu ham 170. U tortaveradi. 6 million 800 ming so'mdan aka bunimiz. Zo'r. Xo'p, demak, bir vaqt o'zida ham donga, ham unga bunga ketaveradi. Ha, 220 universal bemalol. aka. Ha, universal, tayyor. Tayyor. Buni haqiqiy ajdarho deyishardi. Ajdarholigini bir ko'ramiz. Oddiy drabilkalarimiz aka 3 million 200 ming so'mdan ham donga, ham xashakka. Keyin ko'pchilik sigir sog'aygan so'rashyaptimi? Barbaros, shu originali aka. Nejavekalik. Nержавейка, bu самый главный mana bu nержавейкada sutni aynamaslik ana shunga ham bog'liq. Shunaqa aka, bu narsani shu yaxshisidan, e'tiborga bacho'yi olasizda. plastmassasidan emas. Bunimiz narxi aka 5 million 700 ming so'mdan. 5 million 700 ming 5 million so'mdan xudo 700 xolasa ming so'm. to'rttani bittada bemalol qilishingiz Sog'oradi, mumkin. ha. Sog'oradi xudo xolasa. Hop, 220. buni aka universallarimiz, hop, ikki xil variantda bor. Xitoydagi bor, O'zbekistonniki bor. Xitoydagi 2 million 200 ming so'm, O'zbekistonniki aka 2 million 400 ming so'm. 2 million Buni 400 ichida ming. pichoqlarda farqi bor. Balansirovkalari ham zo'r. Aha. Keyin ko'p akalarimiz granula so'rashyapti. Mollarga. Ha, 11 kilovatli shu eng katta granula. Mol, qo'y, quyon, shu yem yeydigan ot nima bo'ladigan bo'lsa. Chiqarib beraveradi. Hop, bunimiz aka 11 kilovatlik 500 kilo, 600 kilo atrofida chiqaradi. Narxi aka 1200 dollar. Bu Xitoydagi mana shu narsasi zo'rki, Xitoy haqiqatan zo'r chiqaryapti. Shunaqa. Faqat matrisasini ehtiyot qilib, yoniga magnitlarni qo'yib, chiroyli ishlatsangiz bo'ldi. Vashcha zo'r chiqaryapti. Chorvador akalarimizga shu Kunisida ventilatsiya dimilaydi. Mana shu narsani qo'ysangiz, xudo xolasa sizda xotirjamlik bo'ladi. Albatta ham uyquni sog'olaverasiz. Xo'p, tushuntiring bu Bu haqida. razmerlari aka mana 30 lik. Aha. 30 ga 30 bo'ladi. Bunisi 40 ga 40. Aha. 50 ga 50, 60 ga 60. Narxlari aka hop 550 ming so'm, 700 ming so'm, 850 ming so'm, 950 ming so'm. 220 ha? 220 hammasi aka. Razmerini aytsa bo'ladi. Uvilayotganda katta chiqarib oladi. Xohlasangiz, bunday misol uchun har 7 metrga bunday o'rtaga bitta chiqarib oladigan qilsangiz ham bo'laveradi. Buni qo'ysangiz ham zo'r bo'ladi. Hamma razmeri ketaveradi. O'ynaveradi. U tomonga ham, bu tomonga ham. Bunaqasiga haydaydigan qilsangiz ham bo'ladi. U sizni proyektingizdan kelib chiqib, bemalol tanlayverasiz, Shunaqa to'g'rimi? razmerini aytishadi. Zo'r. Xo'p, Nasoslarimiz aka turidan bor. suv nasos keling mana shu bir chekkadan boshlab ketavering, mana shuni tushuntirib bering. Toklilarimiz aka 20 likdan boshlab, hop, 20 lik, 32 lik, 50 lik, 76 hamma razmer bor aka. Bunimiz narxini aytib chiqquncha vaqt o'tib ketib qoladi aka. Narxini shunday aytib qo'ya qolaman. Hop, 420 ming so'mdan 220 larimiz aka 3 million so'mgacha bor. Aha. Hop. 20 liklarimiz 420 ming so'm, 480 ming, 850 ming, 950 ming, 1 million 300 ming. Pastellarimiz aka 1 million 400 mingdan 3 million so'mgacha bor. Aha. 3 million so'mgacha. Bular katta suv chiqaradiganlar, ular. 220, 200 talik, 150 talik hammasidan bor. Zo'r. 380 larimiz hop 100 talikdan boshlab aka 350 talikgacha bor. 250 soatiga 900 tonna chiqaradigan mana shu. 960 tonnadan suv tashlab beradi aka. Soatiga 900 tonna suv hazilmasdan borku. Marsga tushirib yubordik aka. Gap yo'q. Zo'r, ko'pchilikka yoqdi va buni haqiqatdan mana o'zi sifati ham aytib turibdi qanaqaligini. Narxlari ham vobshe zo'rda va narxlari lekin aka ko'p nasoslarga nisbatan pastroq. Buniki pastroq. Talabatiga javob beradi. Chiqarishlari ham, suvini chiqarishlari ham mana motorist ustalar ham ko'rib aytdi, "Ya bo'ldi, zo'r ekan" dedi. Padyomlari baland. Ha. Shimganikiga endi uni yomonlashmas, Shimganikiga nisbatan solishtirganimizda ancha yuqori baholarda bu oldi. Xudo xolasa, mana qo'yganlar bo'lsa kommentariyaga bemalol yozsin. Endi to'k-pok menga qiziqtirmaydi, men boshimda og'ritma degan akalarimizga salarka benzin har xil variantdan bor. Xo'p, aka salarkalik 100 talikdan boshlagan bo'lsak, salarkalik 100 taligimiz motor 186 motor 186, komplektdagi mashinalar bular, stateri yo'q, 4 million 500 ming so'm. Обратка klapanlar ham o'zini narsalari bular.
Hop, bunimiz 4 million 500 ming 4 so'm. million, 4,5 million so'm. Shunaqa. Bunimiz starterli varianti aka. Bunimiz starter ham ruchkaga zavat bo'ladi. Buni ham ichida zugonlar bor. Narxi 5,5 million so'm. Buniki 5,5 million so'm. Qulaylik qo'shilgani uchun narx ham qo'shildi. Mana unisining narxi aka 5 million 800 ming so'm. 5 million. Uzoq metrajga uradi bu. Ha, bu 600-700 metrgacha haydaydi. bu yomonroq ekan, o'zi gavdasida ham, motorida ham farq qilyapti. Xo'p, litrlarida bulardagi o'rtacha qancha tasha beradi? Xo'p, bu aka minutiga 125 litr. Minutiga 125 litr. Minutiga 125 litr. Bulargacha kamroq, kirchatga kichikroqda. Ha, nisbatan. Nisbatan shunda farq beradi. Dugalik 150 litrlik. Hop, 300 metr, 350 metr, 250 metr uzoq metrajga so'ragan akalarimizga beramiz. Endi mana videoda aytib o'tgan rasxoti hop, aka 600 grammdan boshlanadi-da. Uzoq metrajga haydasa aka rasxoti 2 litrgacha chiqadi. Bu uzoq suvni bosimiga nisbatan shunda rasxoti oshadi. Buni aka odamlar tushunmasdan ovolyapti-da, rasxotini sen muncha aytgansan deyapti-da. Bu borgi suvni itarishida aka rasxoti bo'ladi. Bo'ladi. Endi maydon olib turib managa tashab qo'yadigan bo'lsa, 800 gram ichadi aka. O 600-800 xolos. O'shanda ham skoriga qarab turib, misol uchun qilib ishlatasizmi yo xalosi xuddi ishlatasizmi? Narxi aka $700 $700. $700. Suv katta kerak menga degan yoki Anjanskiy 150gimiz ham bor, 200gimiz ham bor, 250gimiz. Mana bu? Bu 250 ha, mana shu Anjanskiy deyiladi. Hop, 150 litrlik $650 aka Anjanskiyni, 200 litrligi $750. Hop, 250 litrligimiz $1250. Mana shu turish holati. Akalar, yana bitta zo'r taklif bor. Suv chiqarib berish xizmatini ochsangiz ham bo'laveradi bundan buyog'iga. Arag'ida, zovurida suv bor insonlar sizga telefon qilishadi, suv chiqarish xizmati. Ha, aka. To'g'rimi? 10 sotlikdir, 50 sotlikdir. Mana nima borasiz? Qabrang deydi bo'ldi. Yog'iga sondalab suvni var to'kib berasiz, bo'ldi. Benzinli 150 litrlik so'raganlarga benzinli 150 litrlik. Mana shu mana akkuratni kichkina ixchamlardan ham bor. Hovlilarga piyoz ekkansiz, terak ekkansiz, boshqa. Akalar, mana uni ko'ringlar. 76larimiz aka 900 ming so'm. Hachular 1 million 200 ming so'm. Bularimiz 1 million 400 ming so'm. Uraganlar 1 million 500 ming so'm. Kompleksda shilenkasi bor. Bo'ladi, ha? Metan propanga ishlagan varianti ham bor. Yo'q. 100 talilarimiz aka 2 million 800 ming so'm, ichida 30 metr pajanli shilankasi bor. Shilankasi bilan. Shilankasi ham aka prostoy pajanli shilanka emas, ichi tentli ko'kidan. Ana, bu yoqqa qarab chiqmas ekan-da suvmi, ha? Shilankasi ichida aka shu aytilgan narx. Boshida bu yerda 100 tali, 50 tali, unaqa deysiz, men tushunmasdim. Mana uni ichiga kirdim, tushundim va haqiqatan dehqonlarimiz bilan gaplashdim. Ko'pchilikka mana variant yo'q ekan. Ko'pchilikka. Shunaqa. Haligi menga shu yaxshi boraman, men yurgizaman bo'ldi derkan. Uning uchun yeringiz katta kichikligiga qarab turib, mana endi bundan buyog'iga basseynlar uchun akalar dastavka qilib beraveramizmi buni? Dastavka bor aka. Dastavka bor. Mana zo'r narsa ekan akalar, mana misol uchun bunisidanmi yo bunisidanmi turbalarning katta kichikligini tanlayverasiz. Bitta olib qo'ysangiz, arag'ingizdanmi, biror joydan quduqdanmi olib turib, basseynda bolalaringizga suvni to'ldirib berishingiz mumkin. Shaxsan men xuddi shunday qildim, sizga ham tavsiya qilaman. Xo'p, demak, bu yerda bizda bularga chekinmaymiz-a? Yo'q aka, Omaxlar bor. Turetskiy bular? Turetskiy aka. Omaxlarimiz 250 bar pilisoslar. Yana gilam yuvish korxonam bor-da. Misol uchun, xuddi shundan olganman Turetskiydan. O farqi bo'lar ekan akalar, Xitoydagi bilan Turetskiyning farqi bo'lar ekan. Mana Xitoydagi, Turetskiy. Lekin ikkalasi ham ishlar ekan. Ishlaydi. Mana ichidagi bir narsasi bo'lar ekan. Sanilari o'sha hamma narsasi bo'ladi, shular. Jichcha farqi bo'lar ekan. Bu uzoqroq ishlar ekan, bu sal kaltaroq. Lekin puliga hisoblasangiz, bu qimmat. Bu qimmatroq chiqar ekan. Lekin men o'shani barligimiz aka $900. 250 barligimiz $1000. Vo, 250 ham bormi? 7,5 kW. 250 bar, 5,5 kW 200 bar. $900 ga $1000. $900 ga. Nikkel kartchalar 2 million 900 ming so'm, 2 million 800 ming so'mdan. Bor, har xilidan. Har xilidan bor. Zo'r. Kompressorlarimiz aka hop 1 million so'mdan aka $750 gacha bor.
O, katta kichkina har xil. 25 litrdan 300 litrgacha bor-da. Aha, tushunarli. 25 litrdan 300 litrgacha. Xo'p, tok chiqarmoqchi bo'lganlarga, xo'p, drabilka bo'ladimi? Hozirgiga o'xshagan misol uchun motor bo'ladi, nasos bo'ladimi? To'g'rimi? Ha, hammasi. Svarka qilish misol uchun yangi yer oldingiz, borasiz, hal tok tortilmagan yoki tok uzoqdan keladi, past. Mana aytilganiga chiqarib beriladiganlari da bor mana. Bizda to'g'rimi? Ha, aka, sifatiga javob beriladi, garantiya beriladi. Kilovatiga javob misol uchun beriladi. 5,5 yozildimi? 5,5 ga garantiya beriladi. Mana 8 yozildimi? 8 ga garantiya beriladi bemalol. Xo'p, bunaqangi variantlarimiz bor, boshqacha variantlarimiz bor. Puli yengil, puli qimmat, har xil. Mana bunday ofisni tok aqabaqa bo'lganda ham bemalol, xudo xolasa, bunaqangi variantlarimiz bor. Stabilizatorlarimiz bor, katta, kichik. Stabilizatorlarimiz 5 kilovatdan 50 kilovatgacha bor aka. Bor. Chetda o'zida. Ishlab chiqaruvchi va shunaqangi akalarimizga buni ATSdan bir qator aytib o'tib ketding. Bu ATSimiz aka, mabodo hali qo'yaman deysa $100 turadi narxi. So divizoyda bor hech kim yoqmaydi aka, bu katta robot. Ha. O'zi yoqadi, o'zi o'chiradi aka. Hali UPS degapsa, o'zi o'chirib, o'zi yoqaradi. Siz divizoyga faqat borasiz, benzinini yoki solarkasini quyib qo'ygan. Shunaqa. Boshqa variant yo'q. Bemalol endi traktorlar tepani tanishtiramiz. Tepani. Bizdan uzoqlashmanglar, soqqa qilish uchun zo'r variantlar bor bizda. Xohlasangiz mana bunday gussitsali, xohlasangiz balonli, bizda har xil variantlari bor. Mana bunday kichkinta kalaskaga o'xshagan variantlarimiz ham bor. Narxlar ham juda udobnida aka. Ha, qulaygina. Ha, narxlar. Xo'p, keling bular haqida bir qator ma'lumotni bering, Oybekjon. Xo'p, manolarimiz aka 3 otkich so'raganlarga 3 talik. Bitta qo'llab bemalol ko'tarib ketsa bo'laveradi. Narxi 1,2 million so'm. Haligi svoy огород degan anaqa o'zimda огородimda chol opodalarimizga ekanda. Hali chopiq boqiqqa shunaqa ishlataman deganlarga zo'r 5 taliklari 1,5 million so'mdan aka. 7 taliklarimiz hop. Mana o'limiz 7 talik Ferrari Zikr narxi 3 million 100 ming so'm. Oddiylarimiz aka 2 million 700 ming so'mdan boshlanadi. 2 million 700 dan boshlanadi. Statorlilarimiz hop 7 talik statorli 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Zo'r. Hop, bizda bor, bu yoqda mana qora ranglardan ham kelibdi. Ha, yangiliklarimiz keldi. King Tower, Skyline. Bu baloniga qarab ham farqi bormi? Balonlarda farq beradi aka, 500 ga 12, 600 ga 12 narx-navosida ham shunda farq beradi. Ha, farq beradi. Ha, otkichida farq beradi. Chunki bu balonlari qancha yiriklashsa, buni botmaslik, shunaqangi narsalarga. Bu 15 ta otkichli. Balonlari 600 ga 12 universal, jatga tushadi, statorli varianti, narxi 6,5 million so'm. Narxlari ancha qaytib qolgan aka. O, zo'r. Yaxshi-da xalqimiz uchun. Ha, shunaqa aka, xalq mazza qilsin. Hop, aka, bunimiz salarkali 178 10 talik deyiladi. Narxi lekin benzinga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Narxi 7 million so'm. 7 million. 7 million so'm. Hop, 9 talik so'ragan akalarimizga 5 stator variantda narxi 4 million 950 ming so'm. Statorli variantimiz bor. Bu ham 9 talik, narxi 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm. Arkada endi shu 6 kuch kattalari 360, 90lik har xil. Mana har xil narsalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bizda yana Betonomeshelkalarimiz ham bor aka. Hamma razmeri bor. Hamma razmeri. Hamma razmeri bor. Hop, bu yerda 2 talikdan 260 litrgacha bor. 260 gacha bor ekan. Narxlari aka cho'ntak bor. Cho'ntak bor? Arzon, joyam qimmat emas. Lekin samodelkadan yaxshi. Motorlari misol 850 vattda. Samodelkalar 3 kilovat bo'ladi, ko'p joyda ishlamaydi toki past bo'lsa. Bular hammasi ishlaveradi. Narxlari 2 million 700 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha. 3 million 300 ming so'mgacha. Zo'r. Litrini aytsa bo'ldi. Litrini aytsa bo'ldi. 220, 240, 260 litr. Mana qo'shimcha nimadirlar sizga kerak bo'lsa, bu silkalarga berilgan narsalari qo'shimcha qo'shib olasiz. Bemalol, xudo xolasa bo'ladi bularda. Shuning uchun aytyapmiz, zapchasti, servisi, muammosi yo'q, mana muammosi yo'q, shetda o'zida. Nasos olasizmi, boshqa narsami, hamma yo'q bor. Shuning uchun biz sizlarga qo'rqmasdan, biz sizlarga aytyapmiz, shuni ko'rasiz. To'g'ri, Kentaur do'koni turadi o'zi, eng burchakda. Eng burchakdagi shuni kiring.
Boshqalarni ham ko'rib kelavering. Xudo xolasa narx tomonlama ham chiroyli qilib berishadi. Ammo aka aytilgan narxlar klient kelgandan keyin o'zgarib qolgani yo'q. Ha. Mana sizdan ham kelishyapti, qo'yyapmiz. Kelishganlar misol narxini hech qaysini o'zgartirib qo'ymaymiz. Shu aytilgan narx ichida nima chiqsa o'shani beramiz. Yashida deysa, yashida, terilgan deysa, terilgan, farqi yo'q. Farqi yo'q. Shuning uchun optim joydan xarid qilmoqchisiz va ishonchli joydan olmoqchimisiz, bemalol ushbu Kentavr do'koniga murojaat qiling, telefon orqali yoki keling. Sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, o'chdimi ish qilib?